إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kosha TV tomonidan tarjima qilinib taqdim etilayotgan tajvid darslarimizning 9-siga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan sukunli nun va tanvindagi ikkinchi qoidani o'rganamiz. Bu qoidamizning nomi idg'omdir. Bir harfni ikkinchi harfni ichiga kirg'azib o'qishni idg'om deyiladi. Idg'om qoidasi sukunli nun yoki tanvindan keyin mana bu 6 ta idg'om harflari kelganida qilinadi. Bu harflar ya, ro, ma, lam, nun, vav harflaridir. Bu harflarni oson eslab qolish uchun yarmalun so'zini eslab qolishingiz mumkin. Demak, idg'om qoidamizga ko'ra sukunli nun yoki tanvin o'zidan keyin mana shu 6 ta harflarning biriga yo'liqadigan bo'lsa, sukunli nunimizni tashlab, undan keyingi idg'om harflarini 2 harakatgacha cho'zib talaffuz qilamiz. Idg'om qoidasi 2 ga bo'linadi. G'unnali idg'om va g'unnasiz idg'omlarga. G'unna bu kechagi darsda aytganimdek dimoqdan chiqadigan tovushdir. G'unnali idg'omga ya, mim, vav va nun harflari kiradi va g'unnasiz idg'omga ro bilan lam harflarimiz kiradi. G'unnasiz idg'om harflarini g'unnali idg'om harflaridan ko'ra kamroq cho'zamiz. Buni hozir misollardan bilib olamiz. Birinchi misolimizda sukunli nun o'zidan keyin yarmalun harflarining biri, ya'ni lam harfiga to'qnash kelyapti. Demak, bu vaziyatda biz idg'om qilishimiz kerak. Idg'om qoidasiga ko'ra sukunli nunni talaffuz qilmasdan, undan keyingi kelgan idg'om harflarini ikkilantirib talaffuz qilamiz. Lekin bu harfimiz lam bo'lgani uchun uni g'unnasiz talaffuz qilamiz. Demak, bu oyatni mana bunday talaffuz qilamiz. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana bunday emas. Va lam yakun lahu kufuwan ahad. Keyingi misolimizda ham sukunli nun lam harfiga yo'liqayapti. Tanvinni ham ochib oladigan bo'lsak, uni ichida sukunli nun bo'ladi. Ya'ni vaylun so'zining oxiri lam, domma va nun bilan tugayapti. Demak, sukunli nunimiz idg'om harflariga yo'liqqani uchun sukunli nunni talaffuz qilmaymiz va undan keyingi idg'om harfini 2 harakatga cho'zib talaffuz qilamiz. Vaylul likulli. Keyingi misolimizda ham sukunli nun idg'om harflarini biriga yo'liqayapti, lekin bu harfimiz ham g'unnasiz idg'omga kiradi. Demak, bu oyatni idg'om qoidasiga ko'ra mana bunday o'qiymiz. Ar-ra'ahu istaghna. Keyingi oyatda avval sukunli nunlarimizni topa olamiz. Demak, ular 3 ta. Bu oyatdagi birinchi idg'omimiz mana bu yerda bo'ladi. Idg'om qoidasiga ko'ra sukunli nunni talaffuz qilmaymiz va undan keyingi kelgan idg'om harfini 2 harakatga cho'zib talaffuz qilamiz. Lekin bu safar g'unnali idg'om harflaridan bo'lgani uchun talaffuzimizga g'unna ham qo'shamiz. Endi bu oyatimiz mana bunday talaffuz qilinadi. Famay ya'mal. Ya harfiga g'unna qo'shganimiz uchun uni uzunroq talaffuz qildik. Misol uchun uni mana bunday o'qisak ham bo'lar edi. Famay ya'mal. Lekin biz mana bunday o'qidik. Famay ya'mal. Keyingi sukunli nunimiz tanvin bilan kelgan, lekin undan keyingi kelgan harfimiz idg'om harflaridan emas. Keyingi sukunli nunimiz ham tanvin bilan kelgan va undan keyingi harfimiz idg'om harfidir. Demak, bu yerda idg'om qilamiz. Sukunli nunimizni talaffuz qilmasdan, undan keyingi idg'om harfimizni 2 harakatgacha cho'zib, g'unna bilan talaffuz qilamiz. Demak, oyat mana bunday o'qiladi. Khayroyyara. Keyingi misolimizda ham sukunli nun yarmalun harfiga, ya'ni idg'om harflarini biriga yo'liqqan. Bunda ham sukunli nunni talaffuz qilmasdan vav harfimizni 2 harakatgacha cho'zib, g'unna bilan talaffuz qilamiz. Miwal. Keyingi misolimiz hammamiz biladigan Masad surasidan. Demak, bu oyatda ham tanvin o'zidan kelgan idg'om harflarining biriga yo'liqqan. Bu yerda ham demak idg'om qilib oyatni mana bunday o'qiymiz. Lahabi va tab. Idg'om qoidasi faqatgina sukunli nun yoki tanvin birinchi so'zning oxirida va idg'om harflari ikkinchi so'zning boshida kelganidagina qo'llaniladi. Agar sukunli nun va idg'om harflari bir so'zning ichida ketma-ket keladigan bo'lsa, idg'om qilinmaydi. Misol uchun mana bu oyatda sukunli nundan keyin ya, ya'ni idg'om harfi kelgan, lekin
ular bir so'zning ichida kelgani uchun bu yerda idg'om qilinmasdan oddiy o'qiladi. Demak, oyatimiz bunyanun deb o'qiladi, buyanun deb idg'om qilmaymiz. Sizlar bilan idg'om haqida gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ukkoshi TV bilan qoling.